Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya oshadimi? Gaz uchun yangi tariflar nimani anglatadi? Yangi hisob-kitoblar qanday bo'ladi? Va oddiy odam, ayniqsa pensioner. Kam daromadli oila, ko'p gaz ishlatadigan xonadon bundan qanday ta'sir ko'radi? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki gaz hisoblagichi bor uy ham, markaziy isitishdan foydalanadigan uy ham, qishda ko'proq xarajat qiladigan oila ham buni bilishi shart. Men bugun gapni aylantirmayman. Sizga oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kimda vaziyat unchalik og'ir bo'lmasligi mumkin, qaysi joyda xato qilish mumkin va yangi hisoblar kelganda nima qilish kerakligini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirgi qismda aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'p oilalarga ortiqcha to'lovdan saqlanishga yordam beradi. Avvalgi tartibda ko'pchilik gaz uchun hisob-kitobni juda sodda tushunardi. Hisoblagich qancha ko'rsatdi, shunga qarab to'lov chiqadi. Lekin amalda hamma narsa bundan murakkabroq edi. Ayrim xonadonlarda eski qarzdorlik bor edi, ayrimlarda hisoblagich ko'rsatkichlari vaqtida kiritilmagan. Kimdadir gaz idorasi bilan abonent ma'lumotlari mos kelmagan. Yana kimdadir imtiyoz yoki kompensatsiya masalasi hal qilinmagan. Natijada odamlar bir oy oddiy summa ko'rib, keyingi oy kutilmaganda katta hisob olardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, gaz uchun tariflar va hisob-kitoblar yanada qat'iy nazorat qilinadi. Ya'ni iste'mol miqdori belgilangan me'yor, hisoblagich ko'rsatkichi, qarzdorlik, imtiyoz, kompensatsiya va abonent ma'lumotlari bir-biriga bog'liq holatda ko'riladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz gazni o'z ishlatsangiz va ko'rsatkichlarni to'g'ri topshirsangiz, hisob nisbatan tushunarli bo'ladi. Lekin ko'rsatkich kiritilmasa, hisoblagich ishlamasa, uyda ro'yxatda turganlar soni noto'g'ri bo'lsa yoki eski qarz hisobga qo'shilsa, to'lov kutilgandan ko'p chiqishi mumkin. Pensiya masalasiga kelamiz. Ko'pchilik hozir gaz oshsa, pensiya ham oshadimi deb so'rayapti. Men bu savolni juda to'g'ri savol deb bilaman. Chunki pensionerlar daromadi cheklangan qatlam. Agar kommunal to'lov oshsa, odamning bozordan oladigan oziq-ovqati, dori transport xarajati ham bosim ostida qoladi. Shu sababli davlat odatda narxlar o'zgarishi, inflyatsiya, minimal iste'mol xarajatlari va ijtimoiy himoya tizimini inobatga olib pensiya va nafaqalar bo'yicha qarorlar qabul qiladi. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Pensiya oshishi alohida qaror bilan belgilanadi. Gaz tarifi o'zgargani avtomatik ravishda har bir pensionerning pensiyasi ertasi kuni oshadi degani emas. Shuning uchun men tomoshabinlarga shunday maslahat beraman. Gaz bo'yicha yangi hisob chiqdi. Demak, pensiya ham darhol oshadi deb kutib o'tirmang. Rasmiy qaror, farmon yoki tegishli tashkilotlarning e'lonini kuzating. Agar kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam mexanizmi joriy etilgan bo'lsa, undan foydalanish uchun hujjatlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Ko'p odamlar aynan shu joyda yutqazadi. Huquqi bor, lekin ariza bermaydi. Imtiyozga tushadi. Lekin ma'lumotlari bazadan noto'g'ri. Pensiya oladi, lekin kommunal yordam bo'yicha murojaat qilmagan. Gaz uchun yangi tariflar deganda faqat narx oshdi deb tushunish noto'g'ri. Aslida tarif tizimida bir nechta element bo'ladi. Birinchisi bazaviy narx, ya'ni bir kub metr gaz uchun belgilangan asosiy to'lov. Ikkinchisi iste'mol hajmi, ya'ni siz bir oyda qancha gaz ishlatdingiz. Uchinchisi ayrim hollarda ijtimoiy me'yor yoki limit tushunchasi bo'lishi mumkin. To'rtinchisi hisoblagich bor yo'qligi va uning ko'rsatkichlari. Beshinchisi qarzdorlik va pensiya masalasi. Oltinchisi imtiyozli qatlamlar uchun qo'shimcha qo'llab-quvvatlash. Oddiy misol olaylik. Bir xonadon yoz oyida faqat ovqat pishirish uchun gaz ishlatadi. Oyga deylik 25 kub metr sarflaydi. Agar bir kub uchun shartli ravishda 20 ming so'm deb olsak, asosiy to'lov 25 ming so'm bo'ladi. Bu yerda odam uchun eng muhim narsa ko'rsatkichni vaqtida topshirish. Chunki real iste'mol 25 kub bo'lsa-yu, tizimda ko'rsatkich eski qolsa yoki taxminiy hisob yuritilsa, keyin qayta hisob-kitob kelib bir daniga katta summa chiqishi mumkin. Endi ikkinchi misol. Qishda hovlida yashaydigan oila gaz bilan isitiladi. Ular bir oyda 400 kub metr gaz ishlatishi mumkin. Agar shartli narx 20 ming so'm bo'lsa, to'liq 420 ming so'm bo'ladi. Lekin agar narx oshsa yoki me'yordan yuqori iste'mol uchun boshqa hisob qo'llansa, bu summa sezilarli ko'payadi. Bunday oilada pensiya oluvchi ota-ona bo'lsa, bu juda katta yuk. Chunki bitta pensionerning daromadi kommunal to'lovga ketib qolsa, dori-darmon, oziq-ovqat va boshqa zarur xarajatlar qisqaradi.
Uchinchi misol. Shahardagi kvartirada yashovchi keksa ayol bor. U yolg'iz yashaydi. Gazdan faqat ovqat pishirish uchun foydalanadi. Uning iste'moli oyga 15 kub bo'lishi mumkin. Bu holatda gaz narxi oshgan bo'lsa ham umumiy to'lov juda katta sakramasligi mumkin. Ammo uning muammosi boshqa joyda bo'lishi mumkin. Agar eski qarzdorlik noto'g'ri yozilgan bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichi o'z vaqtida olinmagan bo'lsa yoki abonent nomi vafot etgan turmush o'rtog'i nomida qolgan bo'lsa, hisob kitobda chalkashlik paydo bo'ladi. 4-misol. Bir uyda 3 avlod yashaydi. Ota-ona pensioner, farzandlar ishlaydi, nevaralar bor. Qishda gaz sarf katta. Bunday xonadon biz pensioner bor oilamiz, demak hamma to'lov kamayadi deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda imtiyoz yoki kompensatsiya shaxsga beriladimi? Xonadonga beriladimi? Daromadga qaraladimi? Iste'mol hajmiga bog'lanadimi? Bularni aniq bilish kerak. Hamma pensioner yashaydigan uy avtomatik ravishda arzon gaz oladi degan qoida har doim ham bo'lmaydi. Birinchi navbatda hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida kiritmaydiganlar xavotir olishi kerak. Chunki yangi hisob kitoblarda aniq ma'lumot juda muhim. Agar siz keyin topshiraman, baribir bilishadi. Inspektor keladi deb yuraversangiz, tizim sizga taxminiy hisob chiqarishi yoki keyin bir necha oylik farqni qo'shib yuborishi mumkin. Men ko'p holatlarda odamlarning shikoyatini ko'rganman. Bir oyda nega buncha katta summa chiqdi deb so'rashadi. Tekshirilsa 3-4 oy ko'rsatkich kiritilmagan. Keyin real ko'rsatkich tushganda farq bir joyga yig'ilib qolgan bo'ladi. Ikkinchi guruh qishda gaz bilan isitiladigan hovlilar. Bular uchun eng katta xavf iste'molning mavsumiy keskin oshishidir. Yozda 30 kub ishlatgan xonadon qishda 500 kub ishlatishi mumkin. Odam yozdagi hisobga qarab xotirjam bo'lib qoladi. Lekin dekabr-yanvar oylarida to'lov butunlay boshqa darajaga chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, qish boshlanishidan oldin gaz qozonini, pechni, quvurlarni, deraza va eshiklarning issiqlik saqlash holatini tekshirtiring. Chunki issiqlik chiqib ketayotgan uyda gaz sarfi ko'payadi, to'lov ham ko'payadi. 3-guruh eski qarzi bor abonentlar. Agar sizda 50 ming yoki 20 ming so'm eski qarz bo'lsa, u uncha sezilmasligi mumkin. Lekin 20 million, 2 million so'mlik qarz bo'lsa, yangi hisob kelganda asosiy to'lov bilan aralashib ketib, odam gaz narxi shuncha oshib ketdimi deb noto'g'ri xulosa qiladi. Aslida yangi oy iste'moli boshqa, eski qarz boshqa, penya boshqa. Qayta hisob boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun hisob varaqasini satrma-satr ko'rish kerak. 4-guruh ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar, pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlanganlar, ko'p bolali oilalar yangi sharoitda o'z huquqlarini aniq bilishi kerak. Agar kompensatsiya yoki subsidiya ajratilsa, u ko'pincha hujjat va ro'yxat asosida beriladi. Men pensionerman. Davlat o'zi biladi deb o'tirish ba'zan yetarli bo'lmaydi. Ma'lumotlar bazada bor, lekin u noto'g'ri ulangan bo'lishi mumkin. Shaxsiy ma'lumot, yashash manzili, abonent raqami, bank kartasi yoki pensiya ma'lumotlari mos kelishi kerak. Agar sizning hisoblagichingiz so'z bo'lsa, ko'rsatkichlarni har oy vaqtida topshirsangiz, qarzingiz bo'lmasa, gaz sarfingiz kam bo'lsa va hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, vaziyatni ancha xotirjam boshqarish mumkin. Bu umuman ta'sir qilmaydi degani emas. Narx oshsa, baribir to'lov oshadi. Lekin siz hech bo'lmaganda kutilmagan, tushunarsiz, asossiz ko'rinadigan katta hisobdan o'zingizni himoya qilasiz. Masalan, 2 kishilik oila oyga 20 kub gaz ishlatsa, narx 20% oshganda ham ularning to'lovi minglab yoki 10 minglab so'm doirasida oshishi mumkin. Lekin 6 kub ishlatadigan xonadonda o'sha 20% oshish 100 minglab so'm farq beradi. Demak, xavotir darajasi faqat narxga emas, iste'mol hajmiga ham bog'liq. Yana bir muhim holat, ayrim pensionerlar yolg'iz yashaydi va gazni kam ishlatadi. Bunday odamlar uchun asosiy masala gazning o'zi emas, balki umumiy kommunal yukdir. Elektr, suv, chiqindi, issiqlik, telefon, dori-darmon. Shuning uchun pensiya o'sishi haqidagi savolni faqat gaz bilan bog'lab qo'ymaslik kerak. Pensiya miqdori umumiy yashash xarajatlari, inflyatsiya va ijtimoiy siyosat bilan bog'liq. Birinchi xato, odamlar umumiy summani ko'rib vahimaga tushadi, lekin tafsilotini tekshirmaydi. Hisobda bir nechta qator bo'lishi mumkin. Joriy oy iste'moli, oldingi qarz, qayta hisob, penya, to'lovdan keyingi qoldiq. Agar siz faqat yakuniy summaga qarasangiz, muammoning sababini bilmaysiz. Men tavsiya qilaman, har bir hisob kelganda avval davrni ko'ring, keyin kub metrni ko'ring, keyin tarifni ko'ring, keyin qarz qoldig'ini ko'ring. Ikkinchi xato, hisoblagichdagi raqamni noto'g'ri o'qish.
Ba'zi hisoblagichlarda qora raqamlar asosiy kub metrni, qizil raqamlar kasr qismini bildiradi. Odam qizil raqamlarni ham qo'shib yuborsa, ko'rsatkich noto'g'ri chiqadi. Masalan, real ko'rsatkich 1234 kub bo'lsa, kimdir 1233 deb yuborishi mumkin. Keyin tizim juda katta iste'mol deb hisoblaydi. Bu xatoni tuzatish mumkin, lekin vaqt, asab va hujjat talab qiladi. Uchinchi xato kvitansiyani saqlamaslik. Hozir ko'p to'lovlar ilova orqali qilinadi. Bu yaxshi. Lekin skrinshot elektron chek yoki bank kvitansiyasini saqlash kerak. Chunki ba'zan to'lov kechikib tushadi. Abonent raqami noto'g'ri kiritiladi yoki texnik nosozlik bo'ladi. Sizda chek bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. 4-xato. Abonent raqamini boshqa manzil bilan adashtirish. Bir odam ota-onasining uyiga, o'z uyiga, ijaradagi uyga to'lov qiladi. Shoshilib noto'g'ri abonent raqamiga pul o'tkazadi. Natijada bir xonadonda qarz qoladi. Boshqa joyda ortiqcha to'lov paydo bo'ladi. Shuning uchun to'lov qilishdan oldin abonentning ism, familiyasi, manzili va hisob raqamini tekshirib oling. Endi ko'pchilik tushunmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchisi, hisoblagich ishlamasa nima bo'ladi? Agar hisoblagich buzilgan, plombasi shikastlangan, ko'rsatkich bermayotgan yoki muddatida o'tgan bo'lsa, hisob-kitob boshqacha tartibda yuritilishi mumkin. Bu holatda iste'mol real ko'rsatkich bilan emas, me'yor yoki tegishli qoidalar asosida hisoblanishi ehtimoli bor. Shuning uchun hisoblagichdagi muammoni yashirmang. Aksincha, darhol gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qiling va yozma ravishda arza qoldiring. Og'zaki aytdim, telefon qildim, qo'shnim guvoh degan gap keyin yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik masala uyda yashovchilar soni. Ayrim hisob-kitoblarda, ayniqsa hisoblagich bo'lmagan yoki nosoz bo'lgan holatda ro'yxatda turganlar soni ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar uyda amalda 2 kishi yashasa, lekin ro'yxatda 6 kishi turgan bo'lsa, bu sizga zarar qilishi mumkin. Aksincha, ko'p odam yashab hujjatda kam ko'rsatilgan bo'lsa, keyin tekshiruvda muammo chiqishi mumkin. Hujjatdagi ma'lumot real holatga yaqin bo'lishi kerak. 3-masala. Pensioner nomida uy bo'lishi bilan imtiyoz avtomatik qo'llanishi har doim ham kafolat emas. Ba'zan imtiyoz faqat ma'lum toifadagi shaxslarga, ma'lum daromad chegarasiga yoki ijtimoiy reyestrdagi oilalarga beriladi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olaman degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir oilaning holati alohida ko'riladi. Daromad, ro'yxat, mulk, pensiya turi, nogironlik guruhi, bo'g'uvchi bor yo'qligi, qarzdorlik va boshqa ma'lumotlar ta'sir qilishi mumkin. 4-masala, qayta hisob-kitob. Ba'zan odam hisob noto'g'ri chiqqanini aytadi va tekshiruvdan keyin qayta hisob qilinadi. Lekin bu jarayon bir kunda tugamasligi mumkin. Siz ariza berasiz, dalillarni ko'rsatasiz, inspektor ko'rsatkichni tekshirib, tizimga tuzatish kiritiladi. Shu davrda qarz ko'rinib turishi mumkin. Agar masala bahsli bo'lsa, to'lovni butunlay to'xtatib qo'yish ham xavfli. Eng to'g'risi, tashkilotdan yozma javob olish va joriy iste'mol bo'yicha alohida tushuntirish talab qilish. 5-masala, ijarada yashovchilar. Ko'p ijarachilar gaz hisobini to'laydi, lekin abonent uy egasi nomida bo'ladi. Agar qarz yig'ilsa, uy egasi bilan nizo chiqadi. Agar ortiqcha to'lov qilinsa, qaytarish masalasi murakkablashadi. Ijarada yashayotgan bo'lsangiz, har oy hisoblagich rasmini uy egasiga yuboring. To'lov chekini saqlang. Shartnomada kommunal to'lovlar kimning zimmasida ekanini aniq yozdiring. Bu oddiy masala emas. Ayniqsa qishda katta summalar chiqqanda jiddiy kelishmovchilikka sabab bo'ladi. Endi pensiya masalasini alohida tushuntiraman. Pensiya oshishi odatda davlatning rasmiy qarori asosida bo'ladi. Bunda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqalar va boshqa to'lovlar alohida ko'rilishi mumkin. Har birining oshish foizi, sanasi va qo'llanish tartibi farq qilish ehtimoli bor. Shuning uchun biror xabar eshitsangiz, darhol uch narsani tekshiring. Qaysi sanadan boshlab, kimlarga tegishli, qancha miqdorda. Masalan, pensiya 10% oshiriladi degan xabar chiqsa, bu hamma uchun bir xil summa qo'shiladi degani emas. 800 ming so'm pensiya oladigan odamda 10% 8 ming so'm, 1.500 ming so'm oladigan odamda 1.5 ming so'm bo'ladi. Lekin minimal pensiya yoki nafaqa bo'yicha alohida eng kam miqdor belgilangan bo'lsa, ayrimlarda oshish boshqacha hisoblanadi. Shuning uchun faqat foizga emas, yakuniy miqdorga qarash kerak. Gaz tarifi oshganida pensiya oshishi yetarlimi degan savol ham bor. Men buni oilaviy byudjet orqali ko'rib chiqishni maslahat beraman. Masalan, pensioner oyiga 1.200 ming so'm oladi. Gaz to'lovi yozda 30 ming so'm bo'lgan. Qishda 300 ming so'm bo'ldi.
Bu pensioner uchun juda katta farq. Agar pensiya 1000 so'mga oshsa ham qishdagi gaz farqini to'liq yopmasligi mumkin. Demak, faqat pensiya oshishini kutish emas, gaz sarfini kamaytirish, kompensatsiya huquqini tekshirish, qarzdorlikni to'g'ri boshqarish ham muhim. Yana bir misol. İki pensioner yashaydigan xonadon bor. Ularning umumiy pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Ular hovlida yashaydi. Qishda gaz 402 ming so'm chiqadi. Agar dori darmon 600 ming, oziq ovqat 1 million 200 ming, elektr va suv 200 ming, boshqa xarajatlar 300 ming bo'lsa, byudjet deyarli yopilmaydi. Bunday vaziyatda oilaning ijtimoiy yordamga murojaat qilishi, farzandlar bilan xarajat rejasini tuzishi, issiqlik o'tilishini kamaytirishi real zaruratga aylanadi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Hisoblagich ko'rsatkichini bugunoq tekshiring. Raqamlarni aniq yozib oling, telefoningizga rasmga oling. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefon galereyasida saqlangan sana bo'ladi. Har oy bir xil sanada. Masalan, oyning 25-25 kuni yoki 30 kuni ko'rsatkichni rasmga olib boring. Bu sizning eng oddiy, lekin eng kuchli dalilingiz. Ikkinchi qadam, shaxsiy kabinetingiz yoki to'lov ilovangiz orqali abonent ma'lumotlarini tekshiring. Abonent raqami, manzil, ism familiya, qarz qoldig'i, oxirgi to'lov sanasi, oxirgi ko'rsatkich to'g'ri ekanini ko'ring. Agar siz texnikadan uncha foydalanmasangiz, farzandingiz, nevarangiz yoki ishonchli yaqiningizdan yordam so'rang. Lekin parol va kartangizni begona odamga bermang. Uchinchi qadam, qarzdorlikni ajrating. Agar katta summa chiqsa darhol hammasi gaz narxi oshgandan deb o'ylamang. Gaz tashkilotiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilib, hisob-kitob tafsilotini so'rang. Siz shunday deyishingiz mumkin. Menga abonent raqamim bo'yicha joriy oy iste'moli, eski qarz, penya va qayta hisob alohida ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak. Mana shu jumla muhim. Chunki umumiy summani emas, tarkibini so'rayapsiz. To'rtinchi qadam, agar hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, manzilingiz, abonent raqamingiz, telefon raqamingiz, hisoblagich ko'rsatkichi. Muammo mazmuni va talabingiz bo'lsin. Masalan, hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni, hisoblagich ko'rsatkichini joyida solishtirishni va yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga hisoblagich rasmi, to'lov cheklari, oldingi kvitansiyalar nusxasini qo'shing. 5-qadam, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar o'z maqomini tekshirsin. Pensiya daftarchasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, pasport yoki ID karta. Yashash manzili nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, uning nusxasi kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy reyestr bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli davlat xizmatlari markazdan aniq ro'yxatni so'rang. Hujjat yetishmasa ariza cho'ziladi. 6-qadam, gaz sarfini kamaytirish bo'yicha uyda amaliy tekshiruv qiling. Deraza romlari orasidan sovuq kirmayaptimi? Eshik tagidan havo o'tmayaptimi? Qozon eski emasmi? Radiator yoki isitish tizimida muammo yo'qmi? Pech noto'g'ri yoqilmayaptimi? Bularning hammasi pulga ta'sir qiladi. Men ko'p hollarda ko'rganman. Odam gaz narxidan shikoyat qiladi, lekin uyning yarmi issiqlikni tashqariga chiqarib yuboradi. Oddiy izolyatsiya ham oyga sezilarli kub metrni tejashi mumkin. 7-qadam, oilaviy byudjet tuzing. Qishda gaz xarajati oshishini oldindan biling. Yozda gaz 40 ming chiqsa, qishda ham shunday bo'ladi deb reja qilmang. Dekabr, yanvar, fevral uchun alohida zaxira ajrating. Pensionerlar uchun bu juda muhim. Chunki pensiya bir oyga qat'iy belgilangan. Agar oy boshida katta xarajat qilib qo'ysangiz, oy oxirida kommunal to'lov yoki dori uchun mablag' yetmay qolishi mumkin. 8-qadam, to'lovlarni bo'lib to'lash imkonini so'rang. Agar katta qarz yig'ilib qolgan bo'lsa, uni birdan to'lash qiyin. Bunday holatda tashkilot bilan kelishish, qarzni bosqichma-bosqich yopish, joriy to'lovni alohida yuritish haqida murojaat qilish mumkin. Eng yomon yo'l bu muammodan qochish. Qarz o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha, xizmat cheklanishi yoki qo'shimcha muammo paydo bo'lishi mumkin. 9-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Telegramdagi har bir xabar, qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish asosida xulosa chiqarmang. Tarif, pensiya, kompensatsiya, subsidiya bo'yicha eng ishonchli ma'lumot rasmiy e'lonlarda bo'ladi. Agar xabar hammaning pensiyasi falon sanada 2 barobar oshadi desa, lekin rasmiy manbada yo'q bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Odamlar umid bilan noto'g'ri reja tuzib qo'yishi mumkin. Demak, bugungi vaziyatda eng muhim narsa shuki, gaz uchun yangi tariflar va yangi hisob-kitoblar har bir xonadonga ta'sir qiladi. Lekin ta'sir darajasi hamma uchun bir xil emas.
kimdir kam gaz ishlatgani uchun ozroq sezadi. Kimdir qishda isitish sabab katta yukni his qiladi. Pensionerlar uchun esa masala yanada nozik. Chunki daromad cheklangan, xarajatlar esa mavsumga qarab tez oshadi. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Faqat narx oshdi deb vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hisoblagichni tekshiring, ko'rsatkichni saqlang, qarzni ajrating, hujjatlarni tartibga keltiring, imtiyoz va yordam huquqingizni so'rang, rasmiy ma'lumotni kuzating. Pensiya oshishi bo'yicha esa faqat aniq qaror va rasmiy e'longa tayaning. Chunki mish-mish bilan byudjet tuzib bo'lmaydi. Agar sizda yangi gaz hisobi kelgan bo'lsa, kommentariyada yozing, qaysi hududdansiz, oldin qancha to'lardingiz, hozir qancha chiqdi, uy, hovlimi yoki kvartirami? Pensioner bor yo'qligini ham yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumotni bilgan odam o'z hisobini himoya qila oladi. Bilmagan odam esa ortiqcha to'lov va chalkashlik ichida qolishi mumkin.